أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli birodarlar, hurmatli opa-singillar. Tajvid darslarimizni davom etamiz. Demak, birinchi bob arab alifbosi mahraji 4-darsimiz. Shu paytgacha biz quyidagi mana ko'rib turgan 15 ta harfning mahrajini o'rgandik. Bular alif, ba, ta, sa, jim, ha, xo, dal, zal, ro, za, sin, shin, sod, dod harflari edi. Bugun inshaalloh qo'ldan kelgancha keyingi 5 ta harfning mahrajini o'rganamiz. Demak, bugun o'rgangan harflarimiz po, zo, ayn, g'ayn, fa harflari. Demak, bugungi darsimizning birinchi harfi bu po harfi. Demak, po harfi shovqinli, jarangsiz, tish orti sirg'aluvchi tovushni beradi. Bunday tovush zamonaviy o'zbek tilimizda mavjud emas. Shuning uchun alohida e'tibor qarating mahrajiga. Demak, mana hozir mahrajini ko'ramiz. Mahraji til uchi va oldingi ikki tish tubi. Demak, talaffuzi avvalgi darsimizdagi bod harfiga juda ham o'xshash. Yagona farqi jarangsizlashadi. Ya'ni bu tovush jarangsiz tovush hisoblanadi. Hamda birinchi darsimizda o'tgan ta harfimiz bilan agar mana o'ng tarafda ko'rib tursiz, mahrajini juda ham o'xshash. Yagona farqi to harfini talaffuz qilishda tilimizning orqasi tanglayimiz tomon ko'tariladi va shu turishda talaffuz qilinadi. Ya'ni po, po, po deb talaffuz qilinadi. Keyingi harfimiz vo harfi. Demak, vo harfi ham o'zbek tilida mavjud emas. Shovqinli, jarangli, tish orti sirg'aluvchi tovushini beradi. Demak, mahrajiga alohida e'tibor qaratamiz. Mahraji tilning ikki tarafi va oldingi ikki ustki tishlar orasi. Demak, bu harfni talaffuz qilish ham avvalgi darsimizdagi sod harfini talaffuz qilish bilan deyarli bir xil. Yagona farqi zo harfi jarangli, undosh tovush hisoblanadi. Endi shu paytgacha o'tgan harflarimiz orasida bir-biriga juda ham o'xshash mana yana 3 ta tovush bor. Bular zal, za hamda bugun o'tgan harfimiz, ya'ni zo harfi. Mana bularning mahrajlarini ko'rib turibsiz pastda. Demak, mahrajlari bir-biriga deyarli o'xshash. Yagona farqi zo harfini talaffuz qilishda tilimizning orqa tarafi tanglayimizga qarab ko'tariladi. Demak, bularni hozir o'qiymiz. O'ngdan chapga za, za, zo. Yana bir marta o'qiymiz. Za, za, zo. Va, za, vo. Demak, mana shunday talaffuz qilamiz. Keyingi harfimiz bugun o'tgan harflarimizdan ayn harfi, portlovchi undosh tovush o'zbek tilimizda mavjud emas. Shuning uchun mahrajiga e'tibor qarating, lekin mahraji halqum o'rtasi. Bu harfni talaffuz qilishda bo'g'zimiz, ya'ni jipslashadi va bir lahzaga mana shu bo'shashgani oqibatida mana shu yerdan kuch bilan havo tashqariga otilib chiqadi bo'g'zimizdan. Ya'ni mana shu holatda talaffuz qilamiz, ya'ni ayn, ayn, ayn deb talaffuz qilinadi. Keyingi harfimiz bu g'oyn harfi. Demak, yozilish jihatdan aynga juda ham o'xshash, tepasi nuqtasi bilan farqlanadi. Demak, mahrajiga e'tibor beramiz bu harfni. Mahraji halqum o'rtasi, ya'ni halqum o'rtasi talaffuz qilinadi. O'zimizning o'zbek tilimizdagi g'i harfi bilan to'la mos tushadi talaffuzi. Demak, g'oyn, g'oyn harfi avvalgi darslarimizda o'tgan xo harfiga ham juda mahraji juda ham yaqin. Demak, xo harfiga o'xshab talaffuz qilinadi, ya'ni tomog'imizning, xalqimizning eng yuqori qismida. Ya'ni g'oyn, g'oyn deb talaffuz qilinadi. Ko'p to'xtalmaymiz, sababi o'zbek tilimizda bu harf mavjud. Mana bugun o'tadigan harflarimizning oxirgisi bu fa harfi. Fa harfi shovqinli, jarangsiz undosh tovush. Demak, bu harf o'zimizning o'zbek tilimizdagi f harfi bilan bir xil talaffuz qilinadi. Yagona farqi bizda ko'pincha mana shu f harfi p harfiga aylanib ketishi kuzatiladi. Demak, arab tilida bunday emas. Bu tovush hech qachon p
p ga aylanmaydi. Doimo f deb talaffuz qilinadi. So'z o'rtasida kelsa ham, so'z oxirida kelsa ham, so'z boshida kelsa ham. Demak, mana mahrajini ko'rib turibsiz. Oldingi ikki ustki tish va ostki labning tashqi tarafi. Demak, tepa tishimiz pastki labimizni biroz tishlaganday bo'lamiz. Ya'ni f yoki fa deb talaffuz qilinadi. Demak, bugun o'tadigan harflarimiz mana shulardan iborat edi. Demak, bugun 5 ta harfni o'rgandik. Mana ustida fathalari bilan yozilganda o'qiymiz. O'ngdan chapga po, zo, a, g'o, fa. Yana marta o'qiymiz. Po, zo, a, g'o, fa. Demak, bu yerda e'tibor qarating. Po, zo hamda g'o harflari, demak, aynan ularning ustida fatha turganda o tovushini beradi, a emas. Demak, po, zo, g'o. Demak, bu 3 ta harf bilan fatha kelganda o deb o'qiladi. Shunga alohida e'tiborni qarating. Bu narsa bizga bir qulaylik yaratadi. Agar shu paytgacha misol uchun turli suralarni yodlagan bo'lsangiz, va shularning orasida masalan to yoki zo deb o'qigan bo'lsangiz, mana shu harflar po yoki zo harfiga to'g'ri keladi. Xuddi shu kabi masalan o'tgan darsimizdagi dod harfi. Masalan siz lotin alifbosida yodlaganingizda do deb yozilgan bo'lsa, aynan dod harfiga to'g'ri keladi. Ya'ni talaffuzingizni hozir bir sira to'g'rilab olish imkoni bor. Ya'ni mana to, zo, g'o harflari. Mana uy vazifalarga e'tibor beramiz. Bugungi o'tgan harflarimizdan, demak, to hamda zo harfi bir-biriga o'xshash, nuqtasi bilan farqlanadi. Shuning uchun bu harflarga alohida e'tibor qarating. Hamda ayn va g'ayn harflari ham o'xshash. Bularning ham nuqtasi bilan farqlangani uchun ularga ham e'tibor qarating. Va mana bugungi o'tgan oxirgi harfimiz bu fa harfi edi. Demak, uy vazifalarini avval takrorlaganimiz kabi, demak, ixtiyoriy qatorni bemalol qiynalmasdan o'qiydigan bo'lguncha o'qish tavsiya etiladi. Agar biron joyda qiynalib qolsangiz, masalan uchun biron joyga yetganingizda qiynalayotganingizni sezsangiz, to'xtab, orqaroqqa qaytib, harfma-harf o'qing. Agar qiynalmasdan o'qiydigan bo'lsangiz, unda birinchi darsimizda aytgan edik, yana marta eslatib o'tamiz. Mana shu 3 ta, 2 ta bo'lib kelgan harflarni ketma-ketligini bir so'z deb tasavvur qilamiz va ularni o'qishda bir nafasda o'qishga harakat qilamiz. Masalan, mana hozir ko'rib turibsiz, mana fa harfi pastidagi mana birinchi qatorda o'ng tarafdan boshlab o'qisak, fa a g'o, fa a do, g'o fa so deb o'qilish to'g'ri bo'ladi. Ya'ni har bitta mana 3 talikni bitta so'z deb tasavvur qilib o'qiymiz. Bugungi darslarimiz mana shulardan iborat edi. Avval aytganimiz kabi mana ko'rib turibsiz, saytlar, qaysi saytlarga qo'yib boryapmiz. Mana islomolami.com, islomdini.info, Ziyouz saytining forumi, ya'ni forum.ziyouz.com hamda youtube.com saytida ham bizning sahifamiz mavjud. Bugungi darsimizga shu yerda yakun yasaymiz. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa astag'firuka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.